Ekranga yaqin o'tirib olinglar. Sizlar bilan bugun choy bilan ichadigan shunaqa pisochniy pechenniy tayyorlaymiz. Idishimizga eritilgan margarin, un, razrıxlitel solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Uqalab olgan massamiz ustiga 2 tuxum sarig'i, smetana solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir qorib olamiz. Xamirimizni tindirib olib, ustiga un sepib, 1 sm qalinlikda yoyib olamiz. Xuddi shu ko'rsatilgandek 1 sm qalinlikda bo'lishi kerak. O'zimiz xohlagan qolipda pechennilarimizga shakl berib olamiz. Men oy shaklida qilib oldim. Pechennilarimizni duxovkaga yarim soatga yuboramiz. Ustidan saxarniy pudra sepib, choy bilan mazza qilib yeb olamiz.